Hürmetli abonaçılarımız, assalamu alaykum. Qaranglar, sizlere bugün Nexia 2 maşinimizni arzonlashtirilgan halda qo'yib beramiz. Xalasanızlar, naq bilasangızlar ham to'g'ri keladi, kredit olsangızlar ham bo'laveradi. Farqi yo'q, bizlar bir xil bahada beramiz. Yani bu maşinimiz 65 milyon so'mda turadi, 56 milyon so'mga qo'yib beramiz. Ishlab chiqarilgan yili 2015-yil. Motori Sonus motormi mana, Donusmi? Sonus gibrid bo'ladi. Lüks konditsioner maşinimiz. Maşinimizin bir qator zanglari ishlangan, kraskalarini üzləringiz bemalol göz tutib olsangizlar bo'ladi. Men to'shni bilolmadim, mashina chang bo'lib yotibdi ekan. Lekin kraska bor mashinada. Yil 2015-yil, narxi 56 milyon so'm. Xalasanızlar naq pulda, xalasanızlar kreditda beraveramiz. Eldinden 1 milyon so'm pul bizlere berasizlar. Bank to'lovlar, bankka ketadigan rasxodlaringizga, notarius gaylaringizga taxminan 4 milyon so'm atrofida pul ketadi. Ya'ni hammasi bo'lib 5 milyon so'm pul ketsangizlar, sizlarga 55 milyon so'm avtokredit bo'lib o'tadi. 55 milyon so'm kreditimizning oylik to'lovlarini keladigan bo'lsak, 3 yil muddatda 2 milyon 900 ming so'mdan chiqadi. 4 yil muddat oladigan bo'lsangizlar 2 milyon 500 ming so'mdan chiqadi oylik to'lovlari. Kimni eldinden to'lovi kam bo'ladigan bo'lsa, nima deysiz? Metanini sroki 2023-yilda qo'yilgan ekan, ya'ni 15 yil qo'shadigan bo'lsa 2038-yildan sroki bor ekan. Endi qaranglar. Kimni eldinden to'lamaga imkoniyati yo'q bo'ladigan bo'lsa, ina sizlarga idealniy variant. Aylık to'lovini to'lab bilaman, eldinden pulim kam degan bo'lsangizlar, bizda bank to'lovi 1 milyon so'm, plus notarius qaysini qilib olasizlar. Xalasanızlar oformleni qilib olinglar, xalasanızlar generalniy doimiy bilan mininglar. Ana sizlarga variant. Nexia 2015-yil lüks konditsionerlarni adam ishlab turibdi. Kraskasi bor, ustalaringizga göz tutib olasizlar. Narxi 56 milyon so'm, xalasanızlar naq pul olishlaringiz mumkin. Asakitda bin sotuvda Nexia 2 mashinamiz.